Yo bo'ldi hammaga salom. Bugun sizlar bilan Turbo Uz bugungi videoda BMW M5F unumni obzor qilib o'tamiz. Yangi rubrikalar, yangi videolar nima haqida bo'lishi, car parking haqida nimalar qo'shilmoqda, shular haqida oldindan bilmoqchi bo'lsangizlar, mening Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Unda biz videoni boshladik. Let's go. Tak bo'lar shu BMW M5F unum mana bu nomerlari 01 A100 AA. Orqa oynalarga prokuratura emblemasi bor. F8 motor qo'yilgan bunga. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Oldin bamperlari, emblemalari bor. Emblema bo'lsa endi u BMW emasda. Diskalari BMW F12. Orqa bamperlari, orqa chiroqlari original. Quyosh ham botib qolibdi, kechirib bo'libdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshilab. Tak bo'laman. Avval Riyaga kelmay edim. Hozir aktiv tushib ketgan. Bir oycha video qo'ymadim. Kam video qo'ydim. Aktiv pas bo'lib ketgan. Obuna ham bo'linmagan. Bu kanalimda aktiv pas tushib ketibdi. Shu uchun obuna va like'ni bosib ketinglar. Davay, let's go. Tak, unda biz hozir haydab ko'ramiz. Mana ana salonni ichi, monitorlari, hamma speedometrlari ishlaydi. Biror 8 gacha ko'taradi. Mana bu shift 3 qilingan. Orqa balonlari tortadi. Shu обновлениyaga kelgandan keyin car parkingga ham kirganim yo'q. YouTube'ga video olganim ham yo'q. Nimadirlar. Bunga orqa balon tortadi. Hozir yangi proyekt, yangi mashinalar qidirib yuribman. Yangi proyektda uni hozir obzor qilib chiqsam, zo'r mashina bo'ladi. Kimdirlar ko'rgandir, lekin hozircha car parking bo'yicha u mashina haqida video chiqarilmaganda. Tushunasizlar? Lekin men hali o'sha mashinani obzor qilaman. Agar shu video 100 ta like yig'sa, o'sha mashinani obzor qilib poygaga tayyor qilamiz. Hozir poygaga tayyor emas, lekin 600-700 larga chiqadi. Agar shu BMW kimga kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tinglar. Shu BMWni konkurs qilib beraman. Hozir Telegram kanali endi taxlanibdi va endi qo'shaman. Keyin video qo'yaman, Telegram kanali chiqdi, bunday deb. Agar shu video 100 ta like yig'sa, o'sha yangi proyektni videoga chiqarib, shu drift nima qilish kerak, qanaqa nastroyka qilish kerak, shularni drift qilib video ko'rsataman. Kimlargadir kerakdir, kimlarga kerak emasdir, lekin men shu videoni aktiv ko'tarilsin deb chiqardim. Bu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, like va obunani bosib ketinglar. Iltimoslar. Tak, endi hozir bu mashina 600 larga chiqadi. Shifting bilan shifting qilingan. Mana do'stlarga bitta drift qilib ko'rsataman. Mana qaranglar. Lekin bu driftni ovozini chiqaraman. Shu video ovozim xirriday ko'rinadi keyin. Tushunasizlar mana. Oy, o'zgina qoldi tegishiga. 200 ta bo'lgandan keyin 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 200 ta
aktivimiz tushib ketgan. Na odamlar videoga like bosadi, videoni ko'radi, lekin prosmotr bo'lib ketibdi. Lekin like va obuna umuman o'xshamayapti. Obuna ko'tarilmasdan tushib ketyapti. Iltimos, lekin aktivni ko'tarib yuboringlar. Mana mani orzuyim yangi yilgacha 1K bo'lish edi. Lekin rahmat, 200 ta bo'ldik. Lekin 1K ga orzuyim ushalmadi. Shu videoni oxirigacha ko'rganlarga hammaga rahmat.